2019-yil Telegram ijtimoiy tarmog'ida Shton Moshina Bozor Telegram gruppasi ishga tushgan azizlar. Va bu gruppa hozirgacha ham faol. Hozirga qadar biz o'zimiz aralashib juda ko'pchilikka mashina qilib berdik, sotib berdik. Qolaversa gruppadoshlarimiz, ya'ni xalqimizning o'zlari aktiv bo'lib, harakat qilib, qanchasi mashina sotdi, qanchasi mashina oldi. Hurmatli yurtdoshlar, men sizlarni hammalaringizni Telegram gruppamizga taklif qilaman. Qo'shilmoqchi bo'lganlar telefon raqam qoldiraman. O'sha raqamni Telegramda yozasizlar, qo'shib qo'yamiz. Qolaversa, qaysi ijtimoiy tarmoqdan mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, kanallarga bitta a'zo bo'lib qo'ying, bizni yo'qotib qo'ymang. Mashina oldi sotdi qiladigan, ya'ni tadbirkor akalarimiz bo'lsa, sizlarni hamkorlikka chorlaymiz.